Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2025 yil oxirigacha nimalarni qilishga ulgurish kerak. Aks holda pensiya pullari kechikishi, kamayishi yoki vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu ma'lumot faqat bitta guruhga emas, deyarli hamma oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, buva buvimiz yoki pensiya yoshiga yaqin qarindoshimiz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun oddiy tilda amaliy misollar bilan qaysi hujjatlarni tekshirish, qayerga murojaat qilish va nima kechiktirmaslik kerakligini birma-bir aytib beraman. Avvallari ko'p pensionerlar bitta narsaga o'rganib qolgan edi. Demak, boshqa hech narsa qilish shart emas. Ko'pchilik yillar davomida faqat bank kartasiga pul tushishini kutib yashagan. Agar pensiya kechiksa, keyin banka yoki pensiya jamg'armasiga borib so'rashgan. Ammo hozir tizimlar tobora raqamlashtirilyapti. Ma'lumotlar turli bazalar orqali solishtirilyapti. Bank kartalari, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, ish staji, nogironlik hujjatlari, qarorchilik, boquvchisini yo'qotganlik, qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tekshirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, agar pensionerning hujjatlarida eski ma'lumot qolgan bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, pasport almashtirilgan, lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa yoki odam chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan bo'lsa, pensiya to'lovi bilan muammo chiqishi mumkin. Ba'zida bu pul butunlay yo'qoladi degani emas, lekin vaqtida choralar ko'rilmasa. To'lov kechikadi, ortiqcha to'langan summa qaytarib olinadi yoki ayrim qo'shimcha ustamalar bekor qilinadi. Pensioner uchun esa bir oy pensiya kechikishi ham katta zarba. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarzlar, oiladagi kundalik xarajatlar bor. Men eng avvalo shuni ta'kidlayman. 2025 yil oxirigacha har bir pensioner o'z pensiya ishi, bank kartasi, shaxsiy hujjatlari va qo'shimcha to'lovlarni tekshirtirib qo'yishi kerak. Menga aloqasi yo'q, meniki hammasi joyida. Oldin ham kelgan, keyin ham kelaveradi degan fikr eng xavfli fikr. Chunki muammo ko'pincha pul tushmay qolgandan keyin bilinadi. Oldin ko'p jarayon qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Masalan, odamning ish staji mehnat daftarchasida turgan, arxivdan ma'lumotnoma olingan, pensiya jamg'armasi xodimi hujjatlarni qo'lda ko'rib chiqqan. Hozir esa davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ko'p hujjatlarni qayta-qayta ko'tarib yurish kamayadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar elektron bazada xato bo'lsa, sizning real holatingiz emas, bazadagi yozuv asos qilib olinishi mumkin. Masalan, bir pensionerning pasporti yoki ID kartasi yangilangan bo'ladi, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha turadi. Bank xavfsizlik sababli kartani bloklashi yoki operatsiyalarni cheklashi mumkin. Yoki pensiya oluvchi yashash manzilini o'zgartiradi, boshqa tumanga ko'chadi, lekin pensiya ishi eski hududda qoladi. Natijada murojaat qilganda bir idora boshqasiga yuboradi, vaqt ketadi, pul kechikadi. Yana bir muhim holat. Ayrim pensionerlar pensiya olgan holda ishlaydi. Ishlashning o'zi taqiqlangan emas, lekin ayrim turdagi qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar ishlayotgan yoki ishlamayotgan holatga qarab farq qilishi mumkin. Agar odam ishlayotganini yashirsa yoki aksincha ishdan chiqqan bo'lsa, ma'lumot yangilanmasa, noto'g'ri hisob-kitob yuzaga keladi. Keyin nima uchun mendan pul qaytarishni so'rayapti degan savol tug'iladi. Sababi oddiy. Tizim keyinroq tekshiradi va ortiqcha to'langan deb topilgan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Birinchi navbatda bank kartasining muddati 2025 yilda tugaydigan pensionerlar albatta tekshirish kerak. Kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, 09/25 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil sentabr oxirigacha amal qiladi. Oktabr oyida pensiya tushmasligi yoki tushgan pulni yechishda muammo bo'lishi mumkin. Karta muddati tugashini oxirgi kunga qoldirmang. Men tavsiya qiladigan muddat kamida bir oy oldin banka boring. Yangi kartani rasmiylashtiring va pensiya jamg'armasi yoki tegishli to'lov tizimida yangi karta ma'lumotlari bog'langanini aniqlashtiring. Ikkinchi guruh pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Masalan, pensioner 2024 yoki 2025 yilda ID karta olgan bo'lsa, eski pasport raqami bilan bank kartasi ochilgan bo'lishi mumkin. Bu doim muammo beradi degani emas, lekin tekshirmasdan yurish xato. Bankka borib
Shaxsiy ma'lumotlar yangilanganmi? Telefon raqam bog'langanmi? Karta egasi ma'lumotlari to'g'rimi? Shuni so'rash kerak. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchilar. Bu yerda eng katta xavf tibbiy ko'rik, qayta tasdiqlash nogironlik guruhi muddati va tibbiy hujjatlar bilan bog'liq. Agar nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa, uni uzaytirish yoki qayta ko'rikdan o'tish muddati o'tib ketsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Men hayotiy misol keltiraman. Bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha to'lov oladi, lekin qayta ko'rik sanasini unutadi. U 3 oy keyin boradi. Shu 3 oyda to'lov to'xtaydi. Keyin hujjatlarni tiklash uchun yana vaqt ketadi. Agar kasallik holati tasdiqlansa ham, pulni qayta hisoblash tartibi alohida ko'rib chiqiladi. Lekin odam 3 oy davomida daromadsiz qolib ketadi. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oladigan oilalar. Bu yerda bolalarning yoshi o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi, nikoh holati, ishga kirish kabi omillar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, bola 12 yoshga to'lgan, lekin kollej, texnikum yoki oliy ta'limda kunduzgi o'qishda davom etayotgan bo'lsa, kerakli ma'lumotnomalarni vaqtida taqdim etish zarur bo'ladi. Agar ma'lumotnoma kechiksa, to'lov to'xtashi yoki keyin qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. 5-guruh yolg'iz yashaydigan, qarovga muhtoj, keksa yoshdagi pensionerlar. Bunday insonlar ko'pincha hujjatlarni o'zlari yurita olmaydi. Ularning bank kartasi qarindoshida bo'lishi, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lishi yoki SMS xabarnoma umuman ulanmagan bo'lishi mumkin. Men bunday oilalarga alohida aytaman. Pensionerning roziligi, qonuniy vakillik va hujjatlar tartibini to'g'ri qiling. Kartani men ushlab turaman, hammasini o'zim yechaman degan amaliyot keyinchalik oilaviy nizo, bank tekshiruvi yoki huquqiy muammoga olib kelishi mumkin. Agar pensionerning ID kartasi yangilangan, bank kartasi muddati uzoq, yashash manzili o'zgarmagan, pensiya turi oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi muddatli hujjatlar bo'lmasa, har oy pensiya vaqtida tushayotgan bo'lsa, xavotir nisbatan kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men bunday insonlarga ham yilga kamida bir marta pensiya hisob-kitobini tekshirtirishni maslahat beraman. Sababi pensiya miqdori, indeksatsiya, ish staji, qo'shimcha huquqlar, bank rekvizitlari bo'yicha xatolar ko'p hollarda odamning o'zi so'ramaguncha ko'rinmaydi. Masalan, pensioner 1.420.000 so'm pensiya oladi. U hammasi to'g'ri deb yuradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uning oldingi ish joyidan 5 yillik staj arxivda noto'g'ri ko'rsatilgan yoki umuman hisobga olinmagan. Agar bu staj tasdiqlansa, pensiya biroz oshishi mumkin. Oyiga 100.000 so'm farq ham yiliga 1.200.000 so'm degani. Pensioner uchun bu juda sezilarli pul. Birinchi misol, 67 yoshli pensionerning bank kartasi 2025 yil noyabrida tugaydi. U buni bilmaydi. Chunki kartadagi sanaga hech qachon e'tibor berilmagan. Dekabr pensiyasi tushadi. Lekin karta ishlamaydi. Bankka borganda navbat, yangi karta chiqarish muddati, telefon raqamini yangilash, shaxsni tasdiqlash kabi jarayonlar boshlanadi. Natijada odam pulini bir necha kun yoki bir necha hafta kech oladi. Agar u oktabr oyida bankka borganda muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol, ayol kishi eridan ayrilganidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzandi uchun to'lov oladi. Farzandi 18 yoshga to'ladi va universitetga kunduzgi o'qishga kiradi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib vaqtida topshirmaydi. Tizim bolaning 18 yoshga to'lganini ko'radi va to'lov to'xtashi mumkin. Keyin ona bolam o'qiyapti-ku deydi. Ha, o'qiyapti, lekin buni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Shuning uchun sentabr, oktabr oylarida o'qish ma'lumotnomalarini albatta tayyorlash kerak. 3-misol. Pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketgan. Ro'yxatdan o'tish manzili o'zgargan, lekin pensiya ishi eski joyda qolgan. U yangi joyda biror muammo chiqib, pensiya jamg'armasiga borsa, sizning ishingiz boshqa tumanda deyishlari mumkin. Bu muammoni hal qilish mumkin, lekin vaqt ketadi. 2025 yil oxirigacha ko'chib o'tganlar pensiya ishini yangi hududga o'tkazish tartibini aniqlashtirib qo'yish kerak. 4-misol, pensioner ishlashni boshlagan, lekin buni muhim deb hisoblamagan. U ma'lum bir qo'shimcha to'lovni ham olayotgan bo'ladi. Keyin ma'lumotlar solishtirilganda, bu qo'shimcha to'lov unga shu davrda tegishli bo'lmagani aniqlanadi. Natijada bir necha oy yoki bir yil davomida ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odam men bilmaganman deydi.
Lekin ko'p hollarda bilmaslik qarzni bekor qilmaydi. Shuning uchun ishlash, ishdan chiqish, boshqa daromad manbasi paydo bo'lishi kabi holatlarda tegishli idoraga oldindan maslahat bilan murojaat qilish kerak. Eng birinchi nozik jihat, pensiya to'xtashi har doim ham pul butunlay yo'qoldi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlab turiladi. Hujjat to'g'rilangach qayta tiklanadi. Lekin bu yerda muammo shundaki, pensioner shu vaqt ichida pulsiz qoladi. To'g'ri kerak bo'lsa, kommunal to'lov muddati kelsa, oziq-ovqat xarid qilish kerak bo'lsa, keyin berishadi degan gap odamning hozirgi ehtiyojini hal qilmaydi. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasiga pul tushgani bilan masala tugamaydi. Karta bloklangan bo'lishi, PIN kod unutilgan bo'lishi, karta yo'qolgan bo'lishi, telefon raqam almashtirilgan bo'lishi mumkin. Agar pensioner mobil ilovadan foydalana olmasa, yaqinlari unga yordam berishi kerak, lekin yordam qonuniy va ehtiyotkor bo'lishi shart. Kartaning PIN kodini hammaga aytish, kartani begona odamga berish, SMS kodlarini aytish juda xavfli. Firibgarlar aynan keksa insonlarni nishonga oladi. Pensiyangiz oshadi, karta yangilanadi, kompensatsiya tushadi deb qo'ng'iroq qilib kod so'raydi. Men qat'iy aytaman, bank ham, davlat idorasi ham telefon orqali SMS kod, PIN kod yoki karta parolini so'ramaydi. Uchinchi nozik jihat, pensiya miqdori oshishi yoki qayta hisoblanishi uchun ba'zida pensionerning o'zi ariza berishi kerak bo'ladi. Ayrim o'zgarishlar avtomatik qilinadi. Lekin emas. Masalan, qo'shimcha staj topilsa, arxiv hujjati chiqsa, oldingi ish joyidan maosh ma'lumotlari aniqlansa, bu bo'yicha murojaat qilish kerak. Davlat o'zi bilib topadi deb kutish to'g'ri emas. Davlat bazasida bo'lmagan hujjatni tizim qayerdan bilsin? To'rtinchi nozik jihat, chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, pensiya to'lovlari bo'yicha alohida tartiblar. Yashashni tasdiqlash, bank operatsiyalari, ishonchnoma orqali pul olish kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, vakil pulni ola olmasligi mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bank qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun chet elda yurgan pensionerlar 2025 yil tugashini kutmasdan hujjatlarini tekshirishi kerak. 5-nozik jihat. Meros va vafot etgan pensionerning puli. Afsuski, oilalarda shunday holatlar bo'ladi. Pensioner vafot etadi, lekin kartasida pul qoladi yoki keyingi oy ham pul tushib ketadi. Qarindoshlar baribir o'zimizniki deb yechib oladi. Bu juda xavfli. Vafotdan keyingi to'lovlar qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Ortiqcha tushgan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Meros masalasi esa notarius orqali hal qilinadi. Shuning uchun bunday holatda bank kartasidan yashirincha pul yechish emas, balki rasmiy tartibda murojaat qilish kerak. Birinchi qadam, hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, bank kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi hujjatlar, mehnat daftarchasi bo'lsa uning nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, tibbiy xulosalar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Farzand o'qiyotgan bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma bo'lsa uning asl nusxasi va muddati tekshirilsin. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati qachon tugashini ko'ring. Telefon raqam to'g'ri bog'langanmi? SMS xabarnoma ishlaydimi? Karta bloklanmaganmi? Pensionerning ism familiyasi hujjatdagi ma'lumot bilan bir xilmi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati 2025 yilda tugasa, bankka hoziroq murojaat qiling. Men pensionerlarga bankka borishda yonida ishonchli oila a'zosi bo'lishini tavsiya qilaman, lekin barcha imzo va roziliklarni pensionerning o'zi tushunib qo'yish kerak. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilib, pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni tekshirtiring. Savollarni aniq bering. Mening pensiya turim to'g'rimi? Stajim to'liq hisobga olinganmi? Qo'shimcha ustama yoki imtiyozim bormi? Bank rekvizitim to'g'rimi? Yashash manzilim yangilanganmi? Qayta ko'rik yoki ma'lumotnoma topshirish muddati bormi? Agar og'zaki javob tushunarsiz bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada pensiya hisob-kitobim va shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirib, amaldagi to'lovlarim bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam. Agar ishlagan yillaringizda kamchilik bor deb o'ylasangiz, arxivlarni tekshiring. Masalan, eski zavod, kolxoz, maktab, shifoxona, tashkilot yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin ularning hujjatlari arxivda saqlanish ehtimoli bor. Ishlagan yilingiz, lavozimingiz, tashkilot nomi
taxminiy davrini yozib arxivga so'rov beriladi. Bu ish tez bitmasligi mumkin. Shuning uchun 2025 yil oxirigacha kutmasdan boshlash kerak. 5-qadam. Nogironlik yoki tibbiy hujjatlar muddati bo'lsa, kalendarga yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying, farzandlaringizga ayting. Mahalla yoki oilaviy shifokor bilan oldindan gaplashing. Qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Ayniqsa qish oylarida kasalxonaga borish qiyinlashadi. Navbatlar ko'payadi. Bayram kunlari ish tartibi o'zgaradi. Shuning uchun hammasini oxirgi haftaga qoldirmang. 6-qadam. Firibgarlikdan himoyalaning. Hech kimga SMS kod aytmang. Telefon orqali pensiyangizga bonus tushiramiz. Kompensatsiya bor. Kartangiz bloklanadi deyishsa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy ma'lumotni faqat bankning rasmiy bo'limidan, pensiya jamg'armasidan, davlat xizmatlari markazidan yoki ishonchli rasmiy kanallardan tekshiring. Agar pensionerning telefoni oddiy bo'lsa va u SMSlarni tushunmasa, oila a'zolari vaqti bilan tekshirib tursin, lekin uning nomidan yashirin operatsiya qilmasin. 7-qadam, barcha murojaatlarni iz bilan qoldiring. Ariza bersangiz, nusxasini oling. Qabul qilingan sana, raqam kim qabul qilgani qayd etilsin. Bankda hujjat topshirsangiz, shartnoma yoki ariza nusxasini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapga suyanib qolmang. Ertaga boshqa xodim bunday ma'lumot yo'q desa, qo'lingizda hujjat bo'lishi kerak. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga quyidagi tekshiruvni albatta qilishni maslahat beraman. 1-dan karta muddati. 2-dan pasport yoki ID ma'lumotlari. 3-dan yashash manzili. 4-dan pensiya turi va miqdori. 5-dan qo'shimcha ustamalar va imtiyozlar. 6-dan nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi kabi muddatli hujjatlar. 7-dan ishonchnoma va vakillik hujjatlari. 8-dan telefon raqam va bank xavfsizligi. 9-dan eski ish staji va arxiv hujjatlari. 10-dan har oy pul tushganini nazorat qilish. Agar pensionerning farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsa, ular ham mas'uliyatni butunlay qo'yib yubormasligi kerak. Bir marta video qo'ng'iroq qilib karta sanasini ko'rsatishni so'rang. ID kartaning muddati va ma'lumotlarini tekshiring. Qaysi bankdan pensiya olayotganini biling. Qaysi tuman pensiya jamg'armasida hisobda turishini yozib oling. Bu oddiy ishlar, lekin muammo chiqqanda bir necha kunni. Ba'zan bir necha million so'mni saqlab qoladi. Men bugun aytgan asosiy fikr juda oddiy. 2025 yil oxirigacha pensionerlar hujjatlarini, bank kartasini, pensiya hisobini va qo'shimcha to'lovlarga asos bo'ladigan ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish kerak. Muammo chiqqandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan tekshirib qo'yish ancha oson. Karta muddati tugashi, pasport ma'lumoti yangilanmagani, nogironlik hujjati kechikkani, o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagani yoki firibgarlarga SMS kod aytilgani pensionerning puliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bu ishlarni o'zingiz boshlang. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, bugunoq ularga yordam bering. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikishi, karta muddati tugashi yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Boshqalarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni bo'lishing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.